Yaxki, Rohit Mehra. Assalomu alaykum dada. 3-4 kundan buyon azonda chiqib ketyapsan, nima ish qilyapsan o'zi? Dada, to'g'ri aytgan ekansiz. Halol mehnat qilib pul topish qiyin ekan dada. O'g'lim, ana ko'rdingmi? Halol ishlasang barakang bo'ladi. Ilohi amin. Topganing to'ylarga buyursin. Alloh omadini bersin. Rahmat dada. Yasha o'g'lim. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Puldan ozgina yordam qila olasizmi aka? Tinchlik ukajon. O'tgan yili dadamni mashina bosib ketib, oyog'ini taq etib kesib yuborganda doktorlar. Shundan keyin ozgina qiynalib qolganman. Pul bo'lsa yordam. Ukajonim. Mana ukajon, hammasi onavergan. Rahmat akajon. Ukajon, pul topiladi. Ota-ona topilmaydi. Rahmat aka. Charchamanglar. Xudo quvvat bersin, charchamanglar. Rahmat aka, rahmat. Umringdan baraka top uka, mana halol mehnat qilib, taksichilik qilib bola chaqang boqyapsan. Meni ham o'g'lim halol mehnat qilib bizni boqyapti-da o'g'lim. Yaxshi tarbiya bergan ekansizda. Ota-onasini xizmatini qilgan, duosini olgan kam bo'lmaydi aka. Assalomu alaykum akajon. Kelinglar xizmat. Aka, ozgina puldan yordam qila olasizmi jon aka? Tinchlikmi? Oyliklaring yetmayaptimi? Yo'q, yetyapti, Allohga shukr. Yetimman akajon. Bolaligimda iflosdan tashlab ketgan. Yig'lama, Sudajon, yig'lama, Sudajon. Mana shunaqa iflos otalar ham ko'pda, aka. Tug'dirib qo'yib boqmasdan tashlab ketadigan otalar ham bor-da. Siqilmang, uka. Yordam qiling aka. Yig'lab, mana kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar, duo qilib qo'yasizlar. Rahmat aka. Uka, mana shu yerda tushib qolaman. Tinchlikmi, aka? Yirtadigan ishlarni chiqib qoldi. O'likcha shuncha yil oq yuvib, oq tarab sanga endi men iflos bo'ldim, mushashlar. Rohit Mehra. Hey, nega meni biznes hamkorim uryapsiz? Sunat bu kishi kim? Dadam tentak. Menga qara. Menga qara, bu kiyimni yesh deyapman. Bu kiyimga sen noloyiqsan. Shu kasbda halol mehnat qilayotgan kasb egalarining kasbiga dog' tushiryapsan, kanga bali. Men seni bizneslaringdan ham, unaqa pul topishlaringdan ham, harom yo'llaringdan ham siqilib ketdim. Shu tomdan otib yuborsam qutulamanmi? Dada. Iltimos, mashinaqa svetofor tagiga turib olib, tilanchilik qilayotganlarga pul bermanglar. Iltimos.